Har yili mamlakatimizda xotin-qizlar ishtirokida Xon Atlas festivali o'tkazish an'anaga aylanmoqda. Xon Atlas, atras va beqasam matolardan betakror did bilan tikilgan liboslar latofatli ayollarimiz egnida yanada chiroy ochish bilan birga necha asrlik milliy va ma'naviy an'analarimizni ham yodga soladi. Bo'gi tumani axborot kutubxona markazi go'zal va dilbar ayollari ham har yili Xon Atlas festivalida faol ishtirok etadi. Go'zallarga qo'shib bersa go'zal hayo, turfa liboslardan o'zini tiyib yursa, jilosiga necha yurt bo'lgan mahliyo, maftunalar atlas ko'ylak kiyib yursa, nozi go'zal nozlansalar oydan to'lib, tovon o'pgan kokillarni qirqqa o'rib, kimlar oshig'i bo'lmas axri bitta ko'rib, madinalar atlas kiyib yursa. Garchi qizlar qarasa ham zamonaga, dil bermasa shu modaning yomoniga, kelin bo'lar bir tillo ostonaga, anoralar atlas ko'ylak kiyib yursa. Kulganida gulday yuzi, gulga havas, mushka anvar ise kelar olsa nafas, yal yonib turganda kim tanimas, xumoralar atlas ko'ylak kiyib yursa. Azizalar, shahnozalar, zulfiyalar, oy yuzini ko'rganda oy uyalar, sovchi keti uzilmasdan sovchi kelar, zilolalar atlas ko'ylak kiyib yursa. Malomat qilmang dardim aytdim xolos, o'zbek qizi kiysinda o'zbekka xos, momolardan bizga qolgan yaxshi meros, qizlaringiz atlas ko'ylak kiyib yursa.